Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda, ya'ni Python darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda o'tgan safargi o'tgan funksiya darsimizni ikkinchi qismi bo'ladi. Shuni davom ettiramiz. Ushbu o'tgan safar darsda yozib chiqqan kodlarimiz edi. O'tgan safargi darsni eslab olish uchun kelinglar biroz bironta funksiya yozib ko'ramiz. Xo'sh, bizga listda sonlarni qabul qilsin va o'sha sonlarni yig'indisini chiqarib beradigan funksiya yozaylik. Buning uchun def funksiyani joriy qilish uchun def, ya'ni count so'zi va funksiya nomini berishimiz uchun summa deb beradigan bo'lsak va u list qabul qilsin. Bu shunchaki o'zgaruvchi va bunga biz element berishimiz mumkin. Biz boshlang'ich uchun qiymatlarni to'plab ketishimiz uchun s degan o'zgaruvchi e'lon qilib va unga 0 ni yuklaymiz. Ya'ni boshlang'ich qiymati 0 bo'ladi. Va uning ichida for ni ishlatamiz. Ya'ni shu biz funksiyaga bergan qiymatimiz bo'yicha aylanib chiqadi. List beradigan bo'lsak, shu listning har bir elementi bo'yicha aylanib chiqadi. Va mana bu yerda mana bu. Ya'ni bu nima qiladi? Misol uchun listning birinchi elementi 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 keladida s ga qo'shib natijani s ga yuklaydi. Ya'ni bu degani aslida mana bu. Bu bilan bu ikkalasi bir xil vazifa. Ya'ni mana bunda aniqroq ko'rinadi boshlanishiga. Mana bu s ga shu i ning qiymatini s ga qo'shib shunga yuklab qo'y. Va mana bu yerda ham shuni qisqartmasi, ya'ni qisqartmasi bu. Misol uchun mana bu yerda listda 1 2 degan son bor. 1 keladi. S 0 edi, 1 ga qo'shildi. 1 bo'ldi s ning qiymati va keyingisida keladi 2. S ning qiymati 1 edi. 1 ga 2 qo'shiladi, yana s ga yuklab qo'yadi. Va xo'sh, kod yozishda asosan mana bunday qismi ko'proq ishlatiladi. Ya'ni narigi qismini ham ishlatsangiz bo'ladi. Ko'proq shu qismini ishlatish maqsadga muvofiq. Endi bizga bu funksiya nimani qaytarishi kerak va for tugagandan keyin return qilib qaytarsin bizga s yig'indini. Bu ikkinchi qism. Xo'sh, ajratib qo'yish kerak. Ikkinchi qism va bu funksiyani masalan chaqiradigan bo'lsak va listni beramiz. 9 gacha bo'lgan sonlarni berdi. Va ishga tushiradigan bo'lsak, bizda hech qanaqa natija yo'q. Nimaga yo'q? Chunki biz printni ishlatmadik hech qayerda. Va buni natijani ko'rishimiz uchun print ichiga berishimiz kerak. Ya'ni natijani ekranda konsolda ko'rish uchun 45 natija. Xo'sh, eslab oldik, ya'ni oz bo'lsa ham funksiya mavzusi esga tushdi degan umiddaman. Endi funksiyada bugungi darsda ko'rib o'tadigan mavzularimiz funksiya parametrlarini, ya'ni funksiya parametrlari bo'yicha tanishib chiqamiz. Funksiya parametrlari def kalit so'zi, nomi
va qaos ichida bo'lgandan keyin mana bu yerda qandaydir argumentlar berilardi. Aynan shu argumentlarni e'lon qilishni ko'rib o'tamiz. Biz odatda oddiy positional parameter, ya'ni pozitsiyaviy argument bersak bo'ladi. Misol uchun A va B deb va buni print qilib A bilan B ni ayirmasini chiqarib beradigan funksiya yozsak bo'ladi. Bunga nomiga, ya'ni funksiya nomi berayotganda, funksiyaga nom berayotganda funksiyani bajarayotgan ishiga yaqin bo'lish kerak. Masalan uchun bu ayirmani chiqarib beradimi? Ayirma. Va bu nima qilib beradi bizga? Keyinchalik funksiyadan foydalanayotganimizda funksiyaga qisqaroq va funksiyaning bajariladigan ishini ifodalab keladigan nom bo'lishi kerak, nom berilayotganda. Va bu kodni tushunarli qilishga ancha yordam beradi. Ya'ni funksiyani masalan ayirma deb funksiya chaqirganda, ha bu demak buni ichiga men 5 va 3 sonlarni bersam, bu shu sonlarni ayirmasini qaytarar ekan degan fikr bo'ladi. Mana bizga 2 javob qaytdi. Ya'ni funksiya nomini berayotganimizda shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'sh, keyin ko'radigan argumentimiz default argument berishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Masalan, def salomlashadiganiga Tohir deb ism beradigan bo'lsak, ixtiyoriy, ya'ni bu yerga default ism berib qo'ydik. Agar print shu nom va salom xush kelibsiz va bu funksiyani ishlatadigan bo'lsak, Tohir salom xush kelibsiz. Agar bu yerga boshqa ism beradigan bo'lsak, masalan Salim Salim xush kelibsiz. Funksiyaga default qiymat berish, ya'ni agar funksiya chaqirilganda unga qandaydir qiymat berilmaganda o'sha default qiymat bo'yicha amal bajaradi. Aks holda agar qiymat berilgan bo'lsa, o'sha qiymatni olib ketadi. Keyingisi keyword parametrlar ham beriladi. Ya'ni keyword parametrlar qanday bo'ladi? Masalan, dictionary'ga key value sifatida o'xshagandek, shunga o'xshagan. Misol uchun def misol uchun tanishtirish funksiyasi ism, yosh, joy degan parametrlar qabul qilsin va bu parametrlarni bizga chop qilib bersin. Yosh, joy. Ismim bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yanada ham yaxshiroq qo'yishimiz uchun mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Jingalak qog'ozlar ichida ism va adashmasam mana bunday amal bor edi. Yosh va yoshini
va keyingisida joy qilib joy tanishtirishni yozadigan bo'lsam, birinchi argumentga masalan o'zimnikini kiritadigan bo'lsam, Muhammadjon ism qabul qildi va keyingisiga yosh 21 va joy Namangan ishlatib ko'radigan bo'lsam, xo'sh, Muhammadjon is not defined, not name. Model function listing line name error. Name error. Okay. Hush. Easy anything. Agar keywordlarda, keyword parametrlarda mana bunday qilib, ya'ni argument bo'yicha har bir argumentiga viloyat endi ishlatib ko'rsak, joy rosa uzun. John name is not defined. Ismga berdik. Mana bu yerda juda ham qo'pol xatolik. Stringni berishimiz kerak. Okay. Juda ham qo'pol xatolik. 2026-yilda Namangan viloyat 2026-yilda eng katta birinchi xatolik va qo'pol xatolik. Bizga mana bunday. Bu yerda tartib muhim emas. Ya'ni misol uchun ismni eng oxirida berib qo'ysak ham bo'ladi. Shuni agar eng oxiriga ko'chiradigan bo'lsak. Deyarli. Ya'ni shu qaysi qiymatiga nom berayotganimizni belgilab ketsak, ko'rsatib ketsak bo'ldi. Keyingisi o'zgaruvchanlarni ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchan argumentlar. Xo'sh, argus va kvargus degan bor. Shuni ham birga ko'rib o'tamiz. Def va alohida dars qilib chiqarsam ekan endi. Chunki bu ozroq murakkabligi bor edi. Xo'sh, bunga o'tmay turamiz, chunki argus va kvargus mavzusi sal okey, demak ko'rib yuboraveramiz. Birinchi argusni ko'radigan bo'lsak, def biz mana bu yerda funksiya nom bermadik. Misol uchun mayli. Bu ham summa argusda bo'lgani uchun bunday qilaylik. Va bu yerga print qilib shu argusni ko'raylik. Ma'lumot uchun aytib o'tishim kerak. Argus
tuple elementlarini qabul qiladi, ya'ni o'zida tuple elementlarini qabul qiladi. Return o'z patternning summa degan funksiyasi bor. Yig'indini chiqarib beradi. List bo'lsak listni, tuple bo'lsak tupledagini shuni ko'ramiz. Va endi bu yerda print qilib chaqirib va unga son berishimiz kerak. Mana ko'rib turganimizdek, mana bu yerda mana bu printdan kelayotgan natija, ya'ni tuple'ni chiqarib berdi. Ya'ni tuple funksiyani chaqirdik, shunchaki sonlar ketma-ketligini berdik. Sonlar ketma-ketligini berdik va bizga yig'indini kelib chiqarib berdi. Mana bu yerda yig'indini bizga chiqarmasinda string berib ko'raylik. Bizga nima natija? Bizga mana bunday natija, ya'ni funksiya o'sha elementlarni har xil, ya'ni bu yerda bir xil tipdagi emas, biz tuple ichida string, bool, float, int tipidagi ma'lumotlarni, ya'ni bitta umumiy qilib bir berishda, ya'ni funksiyaga berib ketishimiz mumkin. Va bu Django REST frameworkda ishlatiladi. Misol uchun user authentication qilayotganda ham aynan buni ko'rishimiz mumkin. Nimaga men uni o'chirib tashladim? Summa degan yig'indisi mana bu stringlarda qolganlar bilan qo'shganda xatolik chiqarib qoladi. Shuning uchun ya'ni string bilan sonni qo'sha olmaysan degan tarzda. Endi Quarkus degan funksiyani ham ko'rib o'taylik. Masalan, info shunchaki xabar beradigan bo'lsa, Quarkus ikkita yulduzcha bilan Argus va Quarkus ikkita yulduzcha bilan beriladi. Bu nima qabul qiladi? Bu dictionary qabul qiladi. Argus tuple qabul qilsa, bu o'ziga dictionary qabul qiladi. Ya'ni lug'at. Dictionary mavzusi, agar dictionaryni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, u haqida ma'lumotga ega bo'lmagan bo'lsangiz, yuqorida dictionaryga atalgan dars bor. Ko'rib o'qishni tavsiya qilaman. Bu yerda Quarkusdan kelayotgan elementlarni shunchaki chop qilaylik va info qilib beradigan bo'lsak, bu yerda qanday beriladi? Bu yerda mana bu yerda biz funksiyaga berdik-ku. Xuddi shunday qilib, ya'ni biz bu funksiyaga masalan uchun ism bor, yosh berish kerak, joyni berish kerak deb xo'sh argumentlarni berib ketdik o'zimiz. Va Quarkus nima qiladi? Xohlagancha argument ol va o'sha argumentlarga qiymatlarini yuklab ketaver. Ya'ni bizga o'sha qulaylikni, ya'ni xohlagancha dictionary ko'rinishida argumentlarni berib ketish imkonini beradi. Va bu yerda Argus esa faqat tuple'da, ya'ni tuple'ga sonlar, stringlar shularni berib ketaveradi. Va bu juda ham yaxshi, ya'ni bizga ko'plab qulayliklar qilib beradi. Chunki bu yerda ham ism deylikda. Xo'sh, Boburbek dedik. Familiya. Nimaga bu familiya ismini tanladim? Agar bir o'rtog'im bor, do'stim bor, Bobur Xoldorov. Agar o'zi ham shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, respekt deydi. Xullas shu. Yosh qiladigan bo'lsak,
Yoshiga masalan 89 yosh deylik. Aslida men bilan teng endi. Shunchalar qarida bular. Okey, hazil. Mm, Albatta bu hazil darsda kayfiyatni ko'tarish uchun. Mm, Endi ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda, ya'ni dictionary, ya'ni key value sifatida kelyapti. Ya'ni bu yerga hozir yana biz berishimiz mumkin argument. Misol uchun joy qilib, yo region desa ham joy deylik. Joyga masalan Samarqand va biz yana ko'radigan bo'lsak, mana joyni ham, shu joy elementini ham qo'shib berdik. Ya'ni xohlagancha key value qiymatida, ya'ni elementlarni berib ketsak bo'ladi. Ya'ni string, mana bu misol uchun int tipida, qolganlari string va bool tipida ham berib ketsak bo'ladi. Ya'ni bu funksiya ya'ni dictionary ko'rinishida qiymatlarni xohlagancha qabul qilaveradi va keyin biz ularni ustida amallar bajarishimiz mumkin. Kelinglar aralash parametrlar bo'yicha ham ko'rib o'tamiz. Test degan shu yaxshiroq. Test degan nom va u a degan olsin, ixtiyoriy bitta va default qiymat olsin. Bu default qiymat oladi va bizga args va quarks degan elementlar ham, ya'ni argumentlar ham olsin va print qilib bni va print qilib argsni print qilib quarksni chop qo'yishimiz mumkin va test degan funksiyada misol uchun 1 2 3 4 5 keyin 6 7 8 9 8 gacha bo'lsin, keyin x teng 12, y teng salom. Misol uchun baho teng 56 yo bo'lmasam bool tipida qo'yamiz. True ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsak, a bilan bga 2 olib ketdi. Ya'ni mana bu qiymatni, birinchi qiymatni a ga oldi. Keyingi qolgan, ya'ni 3 dan boshlab mana bu argumentlarni tuple dedida argsga berib ketdi va quarksga mana qiymat va qiymatga mos elementlar bergani uchun bunga quarks elementiga berib ketdi. Ya'ni shu bundan maqsad nima? Ya'ni har xil elementlarni, ya'ni argsga ham quarksga ham default qiymat berib, yoki shunchaki oddiy qiymat berib ham ishlatib ketishimiz mumkin. Funksiyani shuni ko'rsatib bermoqchi bo'ldim. Endi xo'sh, yana bitta ko'radigan narsamiz parametrlarga data type'larni avtomatik berib ketish. Bo'lish degan funksiyada ko'raylik. Biz a degan element qabul qilsin va bu nima degani? A degan element har doim int qiymat qabul qiladi, ya'ni int tipidagi butun sonni kutadi degani. Va b ham xuddi shu, ya'ni biz qaysi tipda qiymatlarni, ya'ni a int tipidagi son deyapmiz, b ham int tipidagi son va funksiyani mana bunday belgi bor. Bu funksiyani o'zi int qaytaradi degani. Bu degani funksiyani o'zi int javob qaytaradi degani.
va biz qaytarish uchun print emas, aynan qaytarish uchun ishlatamiz. A ni B ga bo'lganda. Endi biz e'tibor beradigan joyimiz, agar qoldiqli bo'ladigan bo'lib qolsa, float bo'lib qoladi. Buning uchun mana bu yerga float tipidagi son. Endi bunga bo'lish qilib, misol uchun 3 va 2 ni beradigan bo'lsak va buni e'tibor qilamiz, print ichiga qo'yishimiz kerak. Ko'radigan bo'lsak, mana 1.5. Agar mana bu yerda int qo'yadigan bo'lsak, nima xatolik bo'ladi bizga? Int tipida qo'yadigan bo'lsak ham 1.5 deyarli bir xil. Intdan ko'ra ko'proq mana bu yerda bo'lish amali bo'lgani uchun float qo'ygan maqsadga muvofiq. Xo'sh, ya'ni bu yerda funksiya parametrida qanday ma'lumot kutishni berib o'tish mumkin? Bugungi darsimizda siz bilan ulashmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Keyingi darsda ko'rishguncha